Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali. Kanalimizga xush kelibsiz. Qo'shma Shtatlar hamda Eron o'rtasida vaziyat tobora jiddiylashib bormoqda. Xabaringiz bor do'stlar, Qo'shma Shtatlar va Eron 6-fevral kuni yadroviy dastur bo'yicha kelishuv imzolash kerak edi. Bu uchrashuv o'z yakuniga yetgandan so'ng butun dunyo bildiki, Qo'shma Shtatlar hamda Eron o'rtasida hech qanday kelishuv bo'lmaydi. Qo'shma Shtatlar Eron atrofidagi barcha bazalariga havo hujumidan himoya qiluvchi raketa tizimlarini muvaffaqiyatli joylashtirgani haqida bugun aynan 9-fevral kuni xabar berdi. Ha do'stlar, vaziyat tobora jiddiylashib bormoqda. Qo'shma Shtatlar Eron atrofidagi barcha bazalarini urushga shay holatga keltirgan hamda suvosti kemalari ham allaqachon jangga tayyor ekanligini ma'lum qilmoqda. Eron ham Qo'shma Shtatlarning ushbu xatti-harakatlariga bevosita o'z javobini bergan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi o'z X tarmog'ida shunday deb xabar qoldirgan: Eron mustaqil davlat, u hech qaysi davlatning bosimi orqali yillar davomida boyitib kelgan uranidan hech qachon voz kechmaydi hamda u o'z yadroviy dasturini hech qachon yakunlamaydi deb o'z X tarmog'ida post joylagan. Ha do'stlar, Eron hech qaysi davlatning bosimi orqali o'z yadroviy dasturidan hech qachon voz kechmaydi. Militares axborot agentligining xabar berishicha, Qo'shma Shtatlarning samolyotlari Turkmaniston hududining noma'lum nuqtalariga kelib joylashgan. Militaresning xabar berishicha, ushbu samolyot SO-7 Global Master M130 Super Hercules samolyotlari hisoblanadi. Ushbu samolyotlar o'ta og'ir va og'ir janglar uchun mo'ljallangan bo'lib, ushbu samolyotlarning vazifasi desant tashish hamda havodagi qiruvchi samolyotlarni yoqilg'i bilan ta'mirlash hisoblanadi. Odatda bunday samolyotlar mayda operatsiyalar uchun ishlatilmaydi. Ular og'ir va o'ta og'ir urushlar uchun moslashgan samolyotlar hisoblanadi. Militares agentligining yana ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar ushbu xatti-harakati bilan Eron poytaxti Tehrondan atiga 300 kilometr uzoqlikka o'z samolyotlarini joylashtirgani haqida xabar bermoqda. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Qo'shma Shtatlar Eronga birinchi bo'lib zarba beradimi yoki-da Qo'shma Shtatlar Erondan birinchi zarbani qabul qiladimi? O'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Bu biz uchun albatta juda qiziq bo'ladi. Efirdagi kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Kanalni qo'llab-quvvatlang va like bosib obuna bo'lishni unutmang.